Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Mana bugun siz bilan biz Ziyoat podkastidamiz. Biz hammamiz sizni taniymiz va siz bizni ilhomlantiruvchi onalarimizdan Rahmat bittasiz. kattakon. Ziyoat akademiyasi ochilganidan juda ham xursandman. Meni ismim Mehribon. Men Amerikaga kelganimga 10 yil bo'ldi. 3 ta farzandim bor. Uchalasi ham hozir ziyoratda qatnashyapti. Shu sog'inch azobi ota-onamdan yiroqda bo'lganim. Ba'zida ular nima qiladi? Aksincha biroz Norozi bizni tinch qo'ying degan. Hozirgacha ilm izlayman. Mehribon ona bo'lish siz uchun nimani anglatadi? Rostini aytsam, ona bo'lish juda qiyin ekan. Endilikda ota-onam, buvim, uydagilarimni endilikda tushunyapman. O'qimasang katta yutuqlarga erisha olmaysan, yaxshi ishlarga ishlay olmaysan, yaxshi daromadlar topa olmaysan. Ota-onalarga qo'rqmasdan bemalol bolalaringizni Ziyoat akademiyaga ishonishingiz mumkin. Xohlagan jismoniy shaxs qo'lda qurol olib yurish mumkin. Litsenziyasi bo'lsa bo'ldi. Sizlarni Ziyoat akademiyada kutib qolamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Mana bugun siz bilan biz Ziyoat podkastidamiz. Biz hammamiz sizni taniymiz va siz bizni ilhomlantiruvchi onalarimizdan Rahmat bittasiz. kattakon. Shuning uchun bu podkastimizga sizni chaqirishga qaror qildik va sizdan Ziyoat akademiya haqidagi fikrlaringiz bilan boshqa ota-onalarimiz bilan bo'lishishingizni so'rab qolamiz. Rahmat kattakon taklif qilganlaringiz uchun juda ham xursandman. Ziyoat akademiyasi ochilganidan juda ham xursandman. Chunki bizga bu katta yordam. Farzandlarimizni darslarini tayyorlashga, yana ilmiga ilm qo'shishga juda katta yordam bo'lyapti. Rahmat iliq fikrlaringiz uchun. Avvalambor o'zingizni tanishtirsangiz. Meni ismim Mehribon. Men Amerikaga kelganimga 10 yil bo'ldi. O'zbekistonning qaysi viloyatidansiz? Samarqanddanman. Samarqand viloyati. Rayon yoki shaharning o'zidan? Samarqand shahar, Samarqand tuman. Amerikaga kelganingizga 10 yil bo'ldi, to'g'rimi? Qanday yo'l bilan kelgansiz? Masalan, har xil kelishadi. Kimdir green karta orqali, kimdir EB1, EB2, F2 shu turdagi vizalar orqali keladi. Siz qanday yo'l bilan kelgansiz? Men green karta yutib kelganman, oilaviy. 3 ta farzandim bor. Uchalasi ham hozir ziyoratda qatnashyapti. Ular ham juda yoqib turib qolgan, xuddi o'z uyidek bo'lib qolgan. Olib ketishga ham ketgisi kelmaydi, даже olib ketishga ham olib ketsa. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz? Chunki ular o'z uyidek his qilyapti bu yerda. Hamma yaxshi gapiradi, ko'ngli ochiq. Taomlar ham juda ham mazali, xuddi o'z uylaridek his qilganlari uchun даже ketgilari kelmaydi shu yerda. Rahmat, xo'p. Endi boshiga qaytsak, ya'ni kelganingizda, birinchi bu yerga kelganingizda hammada baribir yangi kelgan oilada ko'plab qiyinchiliklar bo'ladi. Til muammosi, ish muammosi, bolalarni maktabga joylashtirish muammolari. Bular sizda qanday kechgan? Albatta, menda ham boshida qiyin bo'lgan. Chunki buncha ham zo'r bilmasdim kelganimda tilni. Shuning uchun boshida qiynalganman, albatta, yaqinlar sog'inchi. Bolalaringiz necha yoshda edi siz kelganingiz bu yerga? Bitta o'g'lim bor edi 3 yoshda. Keyinchalik ko'paydik. Tushunarli. Demak, o'g'lingizni kelganingizda bog'chaga berganmisiz? Bog'chaga berganman. Bog'chaga olib borib joylashtirish jarayoni qanday kechgan? Shu o'zimdan oldin kelganlar bilan suhbatlashib, yordam so'rab, shunaqa qilib moslashib borganman. Sizni bu yerga kelganingizda aeroportdan kimdir kutib olganmi? Qo'shnilarimiz kutib olishgan. Samarqanddagi qo'shnilarimiz ham ular ham kelishganda, o'shalar kutib olishgan. Demak, tanishlaringiz, yaqinlaringiz bo'lgan bu yerda. Ular yordam mendan oldin kelganlar, menga yordam berganlarga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Xo'p. Siz ana shu kelgan davringizda eng katta qiyinchilik nimada bo'ldi deb o'ylaysiz? Shu yaqinlarimsiz faqat o'zimiz kelganmiz, shu sog'inch azobi, ota-onamdan yiroqda bo'lganim. Ko'pchilik ayollardan eshitaman, birinchi kelgan vaqti 5-6 oyda ular depressiyaga tushadi, ketib qolgisi keladi, hamma narsani tashlab ketib qolgilari keladi, hech narsa qilgisi kelmaydi. Moslash juda ham qiyin kechadi. Siz uchun ta'lim nimani anglatadi? Men uchun ta'lim juda muhim. Chunki ta'lim bo'lmasa, ilmimiz bo'lmasa,
yuqori nimalarga erisha olmaymiz. Yuqori muvaffaqiyatlarga, cho'qqilarga erisha olmaymiz. To'ppa-to'g'ri. Men ham bu fikringizga qo'shilaman. Rahmat. Yana bir savollarimizdan bittasi, farzandingizning ta'limiga qanday e'tibor berasiz? Siz o'zingizni, ya'ni qattiq talab qiluvchi onaman deb hisoblaysizmi? Men farzandlarimdan juda ko'p talab qilaman. Ba'zida ular nima qiladi? Aksincha biroz Norozi bizni bo'lishadi. tinch qo'ying degan nimalar bildiradi. Amerikaning ta'lim tizimi va O'zbekistonning ta'lim tizimining o'rtasida qanday farqlar bor sizning fikringizda? Mening fikrim, bu yerda texnologiyada ko'proq e'tibor beriladi O'zbekistonga nisbatan, lekin O'zbekistonda ham malakali o'qituvchilar, bu yerda ham malakali o'qituvchilarimiz bor. Keyin menga bu yerda ko'proq yoqadigan tarafi, bu yerda yoshingiz katta bo'lsa ham siz keyinchalik o'qimoqchi bo'lsangiz o'qiyverasiz. Masalan, men hozirgacha ilm izlayman, lekin O'zbekistonda menimcha bunga bunchalik ko'p nimalar yo'q. E'tibor berishmaydi. E'tibor ber. Chunki uje ona bo'lib, uje yoshingiz katta bo'lganda o'qishga talab yo'q, lekin bu yerda qachon xohlasangiz o'qishga nima bor, sharoit bor. Sharoit bor, to'ppa-to'g'ri. Shu taraflari menga ko'p yoqadi. Fikringizga qo'shilaman. Farzandingiz bu yerga kelgan vaqti uning til o'rganish darajasi qanday bo'ldi? Ya'ni qanday moslashdi ingliz tiliga nisbatan? Albatta boshida qiyinchilik bo'ldi. O'qituvchilari har kuni mendan yordam berishimni so'rashardi. O'zim vaholanki yaxshi bilmasdim. Boshida qiynaldik, lekin bolalar zehni o'tkirroq deyishadi-ku shunga. Bolalar uje o'rganib ketishdi hozirda, uje yaxshi. Siz 3 ta farzandim bor dedingiz. Ular hozir uchalasi necha yoshlarda? Katta o'g'lim 12 yoshda, keyin qizim 7 yoshda, kichik qizim ham 5 yoshda. 5 yoshda. Demak, eng kichkina qizingiz maktabga boradi, shundaymi? Hozir kindergartenga boradi. Maktabga boradi. Uning maktabga bo'lgan qarashi, ya'ni yozish, chizishga, darsga, borishga janjal qilmaydimi? Ya'ni borishni xohlaydimi har doim? Nabarot, mana bu bayram kunlari bo'lib 2-3 kunlab maktabga bormay qolsa, sog'inadi. Nega maktabga bormaymiz? Nega maktab bo'lmayapti deb farzandlarim maktablarini yaxshi ko'rishadi. Shu xursandman qiziqishlari bo'lganidan. Xo'p, farzandlaringizning bu yerda, masalan, katta o'g'lingizning nechta do'sti bor maktabida? Maktabida 2 ta do'sti bor, lekin shu tomonlari buncha yaxshi emas, chunki bu yerda har yil klass sinfdoshlari o'zgaradi. O'zbekistonda shu boshidan 9-sinfgacha o'sha bitta klassda o'qishadi, qalin do'stlar bo'ladi. Bu yerda har yili o'zgartiradi-ku klasslarini, sinfdoshlarini. Shu tomonlari do'stlari buncha ham ko'p emas. Lekin shunda ham hay o'g'lim nima tez kirishib ketadi, qo'shnilar bilan o'rtoqlashgan. Xo'p, ana shu do'stlari o'zbeklardanmi yoki boshqa millat vakillaridanmi? O'zbeklardan ham bor, boshqa millat vakillaridan ham bor. Rahmat javobingiz uchun. Yana bir savolimiz, nega aynan Ziyo Art akademiyasini tanladingiz? Chunki o'zimizni nimamizni yo'qotib qo'ymaslik uchun. O'zimizni milliy urf-odatlarimiz, an'analarimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun, shuning uchun shu yerni tanladim. Rahmat. Xo'p, Ziyo Art akademiyaga farzandingiz kelgandan boshlab hozirgacha bo'lgan vaqtda qanday o'zgarishlarni sezdingiz o'z farzandingizda? Farzandim bir necha o'zi 2 ta 3 ta sura bilardi. Juda ko'p suralarni yodlab olgan, qo'lni alfabet, arab tili alfabetlarini o'rgangan, hamda matematikada ham yana nima o'sish bor. Demak, sizning o'g'lingiz Qur'on darsiga keladi Ziyo Art akademiyasiga. Tushunarli. 7 va 5 yoshli qizingiz qaysi kurslarga keladi bu yerga? Ular ham hozirda faqat Qur'on darsiga kelyapti, lekin o'qituvchilari juda yoqdi. Turk ayoli juda ham mehribon, juda ham yaxshi o'qituvchi. Rahmat. Mehribon ona bo'lish siz uchun nimani anglatadi? Rostini aytsam, ona bo'lish juda qiyin ekan. Endilikda ota-onam, buvim, uydagilarimni endilikda tushunyapman. Chunki ishda bo'lsam ham har doim shu bolalarimni o'ylayman. Xayolim faqat shu yerda. Ular katta bo'lsa qanday bo'ladi, nima bo'ladi? Shu yaxshi ona bo'lish zo'r mo'jiza, lekin juda ham qiyin ekan.
Ha, bu fikringizga qo'shilaman. Ona bo'lish bir ne'mat, lekin mas'uliyatlari juda ham ko'p. Judayam ko'p. Ba'zida ulguramiz, ba'zida ulgurmay qolamiz. Xo'p, farzandingiz bilan qanday aloqada bo'lasiz? Ya'ni do'stona, ya'ni do'st sifatida gaplashasizmi? Masalan, farzandlarda har xil vaziyatlar bo'ladi. Masalan, o'smirlik davri, aynan sizning hozir o'g'lingiz o'smirlik davrida. U bilan qanday munosabatda bo'lasiz? Shu men o'zi qattiqqo'l emasman. Shu sababli bolalarim hamma fikrlarini yashirmasdan menga aytadi. Shu qattiqqo'l ayol bo'lmaganim sababli menga biroz qiyin bo'ladi, chunki ko'p erkaliklarini qiladi bolalarim. Tasavvur qiling, farzandingiz dars qilishi kerak, lekin xohlamayapti. Siz qanday yo'l tutasiz? Uni aldab nima qilishga urinaman. Aldashga emas u. O'qimasang katta yutuqlarga erisha olmaysan, yaxshi ishlarga ishlay olmaysan, yaxshi daromadlar topa olmaysan. Meni umidim sendan katta deb shunaqa gaplar bilan ko'ndirishga harakat qilaman. Ya'ni unga tushuntirishga harakat qilaman. Keyin kichik qizimga biror nima olib beraman, yoqtirgan narsangni olib beraman deb. Yana shunaqa tomonlama. Farzandingizga o'zingizning yoshligingiz haqida ham gapirib turasizmi? Ha, gapirib turaman. Albatta. Masalan, qanday vaqtlarda gapirib turasiz? O'zingizni maktab davringizdan yoki uyda ota-onangiz bo'lgan munosabatlar, shular haqida gapira olasizmi? Ha, uydagi vaziyatlarimiz, maktabdagi vaziyatlarim hamma nimalar haqida gapirib turaman. Rahmat. Bolalarga motivatsiya berishda eng muhim narsa nima deb o'ylaysiz? Ya'ni o'qishi uchun motivatsiya berishda. Ularni avvalambor nimaga, qaysi fanga qiziqishini bo'lib olib, o'shanga anaqa qilish, qo'llab-quvvatlash. Ana shu motivatsiya deb o'ylayman. Chunki o'zi xohlamagan narsaga bolani majbur qila olmaymiz. Avval uni qiziqishi va o'zini xohishini inobatga olgan holda qo'llab-quvvatlab motivatsiya berish mumkin. Fikringizga qo'shilaman, lekin bilasizmi, biz o'zbeklarda sal boshqacharoq fikr bor. Ya'ni masalan, yoshligida doktor bo'la olmagan bo'lsa, ya'ni shifokor bo'la olmagan bo'lsa, farzandida ko'radi shu narsani, yoki IT mutaxassisi bo'la olmagan bo'lsa, shu narsani farzandida ko'radi va gohida ko'ramizki, ota-onalar bunga farzandlarini majburlashadi. Siz bunga qanday qaraysiz? Yo'q, men bunga anaqaman. Chunki odam o'zi yaxshi ko'rgan kasbiga uzoq ishlay olmaydi yoki anaqa qila olmaydi. Ishlasa ham majburan ishlaydi. Ilhom olinmasa ham ishlay olmaydi. Shuning uchun men farzandlarimni majbur qilmayman. Nima kasbni xohlasa, o'shani buyuk nimasi bo'lsin, mutaxassisi bo'lsin. Ha, bo'ldi. O'zi xohlaganini tanlasin. Faqat shu harakat qilsin o'sha ishiga zo'r bo'lishga. To'g'ri, fikringizga qo'shilaman, chunki agar farzandingiz kim bo'lishidan qat'iy nazar biron bir kasbni tanlaganda shunga mehr qo'ymasa, u kelajakda katta yutuqlarga erisha olmaydi va kelajakda u kasbni tanlagani bilan tashlab ketishi ham mumkin. Boshqa kasbga o'tib ketishi ham mumkin. Buni bilmaymiz. To'g'ri. Rahmat. Qo'shilaman fikringizga. Rahmat. Bu yerga yangi kelgan ota-onalarga qanday maslahatlar berasiz? Ota-onalarga qo'rqmasdan bemalol bolalaringizni Ziyorat akademiyaga ishonishingiz mumkin. Chunki o'zim har kuni kelib ketib turibman, ko'rib turibman. Hamma o'qituvchilar, shu yerdagi hamma ishchilar juda ham yaxshi, malakali ustozlar va xushmuomalalik bilan bolalarni ko'ngliga qarab nima qilishadi, harakat qilishadi, darslarni tayyorlab ularga qo'ldan kelgancha yordam berishga. Shuning uchun tavsiya qilaman, kelsinlar, farzandlarni qo'ysinlar. Xo'p, rahmat. Farzandingizning kelajagi uchun xavotir qilayotgan onalarga nima degan bo'lardingiz? Ya'ni o'zining farzandining kelajagidan xavotir olayotgan onalarga, masalan, o'zbekistonliklarni ko'pini ko'raman, bu yerda bolalari 12 yil maktabda o'qishadi, lekin universitetlarga O'zbekistonga topshirishadi. Buning sababi nimada deb o'ylaysiz? Shu juda qiyin savol berdingiz. Nega? Lekin meni o'g'lim ham 12 yoshda, yo'q. Men nima demoqchiman? Ya'ni masalan 1-sinfdan 11-sinf, ya'ni maktabni tugatguncha Amerikada o'qishadi, lekin ko'pchilik ota-onalar bu yerda universitetlarda, kollejlarda bolalarni o'qitishni xohlashmaydi. Buning sababi nimada sizningcha?
Nima deb o'ylaysiz? Chunki bu yerda 18 yoshdan уже bolalar alohida chiqib ketishi, alohida yashashni xohlab qolishadi. Shu sabablimi, bilmadim. Yoki tarbiyasi buziladimi? Yo'q, nima deb o'ylayman. Bola yoshligidan yaxshi tarbiyali bo'lsa, hech qachon Men sizga yordamlashib yuboraman. Menimcha ota-onalarning bunday qilishi to'g'ri, chunki bu yerda to'g'ri ta'lim olishimiz uchun ko'plab sharoitlar mavjud. Xohlagan harakat qilsak, xohlagan universitetimizga, kollejimizga, maktablarda ham bemalol o'qib, xohlagan natijamizga erishishimiz mumkin. Lekin tinchlik sababidan, ya'ni bu yerda xohlagan jismoniy shaxs qo'lda qurol olib yurish mumkin. Litsenziyasi bo'lsa bo'ldi. O'zbekistonda bunday emas, masalan. O'zbekistonda jismoniy shaxslar qurol olib yurish mumkin emas. Buni hammamiz bilamiz va bizga yot narsa, to'g'rimi? Buni unutib qo'yibman, bu haqida. Xavfsizlik tomonidan deb o'ylayman men va sizni ham fikringizga qo'shilaman. Ya'ni 18 yoshdan oshgandan keyin ko'plab amerikalik oilalarning farzandlari o'zlari alohida chiqib ketishi va o'zlarining mustaqil hayotlariga qadam qo'yishlari bu bor gap, hammamiz buni bilamiz. Lekin biz o'zbeklar shuni xohlaymiz, har doim bizning bolalarimiz biz bilan aloqada bo'lib turishini va hech qachon biz bilan uzilib qolmasligini xohlaymiz. Bu bizning an'anaviy qadriyatlarimizdan bittasi va biz busiz yashay olmaymiz. To'g'rimi? To'g'ri. 10 yil oldin mana shu Amerikaning hayoti shunaqa bo'lishini bilganingiz yoki 10 yil oldin kelgan o'zingizga hozirda nimalarni maslahat bergan bo'lar edingiz? Shu kelganlarga biz darrov kelib ishga joylashamiz, ishga cho'ng'ib ketamiz, nimagadir qiziqib ketamiz. Menimcha shu kelganlardan bittasi ishlasa, bittasi o'qisa bo'ladi. Shu o'qish tomonlama rivojlanib, o'qishga bor mehrlarni berishlarini xohlayman. Fikringizga qo'shilaman. Masalan, yangi kelgan oila o'zini sarf xarajati uchun yetarlicha pul topib va albatta tilni o'rganish shart deb o'ylayman men. Masalan, oddiy 1-sinf bolasi maktabga borganda uning uyga vazifasini qilish uchun ham ota-onalar til bilish shart. Agar siz uyga vazifasini qila olmasangiz, bolangiz sizga nisbatan ota-onam bilmas ekan, nima uchun men bilishim kerak degan savol tug'iladi bolada. Chunki bolalarni bilasiz, ular yolg'on gapirishmaydi, o'zingizga sirasi aytishadi. Birdan aytishadi. Shuning uchun menimcha yangi kelgan ota-onalar birinchi navbatda tilni, ya'ni tilni mustahkam o'rganishlari va bolalari bilan birgalikda rivojlanib borishlari kerak deb o'ylayman. To'g'ri, qo'shilaman. Rahmat, bizning podkastimizga vaqt ajratib kelganingiz uchun avvalambor tashakkur bildiramiz. Siz bu podkastning oxirida kimlargadir qandaydir fikrlaringiz yoki maslahatlaringiz bo'lsa, bemalol kameraga qarab berishingiz mumkin. Shu hurmatli ota-onalar, barchangizga farzandlaringizni ilmiga e'tiborliroq bo'lishingizni xohlab qolaman. Albatta ularga qo'llab-quvvatlab, yana qo'shimcha yordamlar kerak deb o'ylayman. Bilmaganlarini yana qo'shimcha ustozlardan olishlari kerak deb o'ylayman. Shu Ziyoart akademiyasiga kelib ko'rishlaringizni tilab qolaman. Rahmat iliq fikrlaringiz uchun. Hurmatli vatandoshlar, hurmatli podkastimiz kuzatuvchilari, hammangizga bizning podkastimizni kuzatganingiz uchun rahmat aytamiz va sizlarni Ziyoart akademiyada kutib qolamiz.